insult bo'lgan odam qanday mahsulotlarni, ya'ni oziq-ovqatlarni iste'mol qilishi mumkin emas. Demak, birinchi o'rinda oq un mahsulotlari. Oq un mahsulotlari deganimizda birinchi o'rinda ko'z oldimizga oq non kelish kerak. Non, somsa, manti, besh barmoq kabi ovqatlarimiz kiradi. Shakar deganda faqat shakarning o'zi emas, shakar qo'shilgan, ammo uyda yopilgan varennilar, kompotlar buning ichiga kiradi. Tort, pirojnilar ham barcha shuning ichiga kiradi. Endi tuz, iloji boricha maksimal darajada tuzni aralashtirmang, ovqatga ham, salatlarga ham. Mol go'shtini charvili tomonlari bo'ladimi, shunchaki iste'mol qilishga yaramaydi. Ayniqsa insult bo'lganlarning o'zlariga mutlaqo berish mumkin emas. Sut va sut mahsulotlari mumkin emas. Kartoshka mumkin emas. Guruch ovqatlari, ayniqsa bizning o'zbeklar palovni yaxshi ko'radi. Shuning uchun iltimos iloji boricha insult bo'lgan odamlarga palovni mutlaqo bermang. Grechka, baqlajon, ot go'shti quvvat bo'ladi deb ot go'shtini beruvchilarga eslatib o'tamiz. Mumkin emas. Demak, zavod, fabrika mahsulotlari, kechqurungi ovqat, ya'ni ujin mumkin emas. Yog'li ovqatlar, qovurilgan ovqatlar, yarim tayyor mahsulotlar. Endi yarim tayyor mahsulotlarga rolton ham kiradi. Ba'zi bir farzandlar ota-onasiga qarashga osonroq bo'lsin deb darrov rolton tayyorlab berishadi insult bo'lganlarga. Bularga mumkin emas. Yana bitta eslatma aytib o'taman. Farzandlar, siz kechki ovqatni yaxshi ko'rasiz. Otangiz sizni yoki onangiz yoki yaqinlaringiz insult holatida o'rnidan tura olmay yotgan vaqtida ularga qovurilgan yog'li ovqatlar mumkin emas. Ayniqsa kech bo'lganda o'zingiz o'z otangizni yoki yaqiningizni kasallikdan chiqmayotganiga sabab bo'lib qolishingiz mumkin.